Oy, suv kelgan do'stlar. Urgancha keldik va nihoyat. Endi bu yanında ishga tushib ketamiz, xudo xolasa. Hammasi ishi aeroportga kelganimizdan boshlandi. Biz umra safarini yo'l olish uchun aeroportga keldik. Madina shahrina uchamiz. Bizani bo'lsa qahramonlarimiz 2 dona inson Urganch Univermakindagi omadli mijozlar. Bu mijozlarimizni biz umra safarina olib ketamiz. Hamma narsalari tayyor. Urganch Univermak nomidan borib, hazratib ziyorat etib keladilar. Hozirgi videoda sizlarga 15 kunlik umra ziyorati haqida qisqacha qiziq joylarni qo'yib boraman. Sayohatimiz Urganch aeroportidan boshlandi. Biz samolyotda Madina shahrina yo'l oldik. 5 soatlik samolyotda uchishimizdan so'ng biz Madina shahrina qo'ndik. Hamma xursand. Safarimiz bexatar boshlandi. Va nihoyat Madina shahrina ko'chaga chiqib oldik. Ko'cha dim issi 35-40 gradus darajani tashkil etadi. Video qahramonlarimizdan bo'lsa, bu shahar haqida fikrlarini so'radim. Hammamizni birinchi galishimiz ekan, shuning uchun bizlarga dim yoqdi. Hammamiz qorib turbadik. Mehmonxonaga borish uchun avtobusga mindik va nihoyat avtobusda mehmonxonamizdan yetib keldik. Ko'rishlaringiz mumkin, bizning Madina shahridagi mehmonxonalarimiz joylashgan ko'cha. Zo'rmi? Zo'r bo'lsa bir like bosib qo'ying. Keyin bo'lsa Madinadagi dunyoga mashhur bo'lgan Nabaviy masjidina tashrif buyurish bizga ham nasib etdi. Ibodatlarimizni etib olish uchun qahramonimiz bilan birga ziyorat amallarini boshlab berdik. Keyin bo'lsa dunyoga mashhur Quba masjidina ham borib berdi ham ibodatlarimizni qilib oldik. Xurmo bog'indagi jarayonni sizlarga aytib berish uchun dilojiz. Aynan shuning uchun men qahramonlarimizdan fikrlarini so'radim. Ular ham o'zining ilk fikrlarini bildirib, Urganch Univermakina rahmatlarini aytib qolgan videosi bizning istoriya postlarimizda chiqdi. Ko'rgan bo'lsangiz bir like bosib qo'yinglar. Keyin bo'lsa muqaddas Makka shahridagi Ka'batullohga borish bizga ham nasib etdi. Ko'rishlaringiz mumkin, dim chiroyli, odamlar dim ko'p. Orada bo'lsa Makka shahridagi Qizil dengizga borib, Vernam ziyorat etish nasib etganimdan dim xursand bo'ldim. Atmosferani o'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin. Muqaddas Ka'batullohni ushlash vaqti menga nasib etganidan dim xursand bo'lib, ta'sirlanib, hattoki yig'lab bergan videolarim internetda tarqalib ketdi. Deb qo'ygan ehromlarim sizlar ham yoqqan bo'lsa, buni nerdan olganimni va nechatib kiyish kerak, o'zi nechkinni olish kerak, hozir sizlarga ma'lumot beraman. Bir like bosib, bizga obuna bo'lib turinglar. Hurmatli obunachilar, bugun biza umra safarine geçish uchun tayyorgarlikni boshlab berdik. Xudo xohlasa, men o'zim birinchi borishim, mavla olishni bilmayman va o'zlarimiz Urganchda Ray Center tarafda hamma biladi. Bu tarafimizda Urganch Univermak bor. 19-marshrut oldidan o'tib turibdi va to'g'rimizda Urganch tuman soliq inspeksiyasi joylashgan. Endi ko'rsatib bersak bo'ladi. Bu tarafimizda soliq inspeksiyasi joylashgan. Ko'rib turganlaringizdek, aynan shu yergacha umra liboslari deb bu yerda ajoyib magazin ochib qo'yibdilar. To'g'risi men o'zim nom olishni bilmasadim, birinchisi bo'lgandan bu yerda kelganimdan keyin o'zlari tushuntirdilar. Masalan, topchichalarni olsa bo'ladi bu yerda. Keyin bu tarafda kiyimlarimiz bor, ajoyib materiallari zo'r. Bularni kiyib dallamaysiz, bilasizlar, bu tarafda issiq bo'ladi. Shuning uchun shuni kiyimlardan olsangiz bo'ladi. Eng muhimi bu yerda ihrom olish kerak. Ihromdan narxlari ham bor. 3-4 xil senada topsiz bo'ladi. Men 100 ming so'mlikdan oldim. Materiallari zo'r. Ya'ni dallasangiz yopishib qolmaydi. Qalingina variantlari bor. Keyin men xohlasangizlar futbolkalarni, xohlasangizlar maykalar, qolgan o'zingiz bilan topsizlar bo'ladi. Eng muhimi sifati, narxlari ajoyib. Faqat erkeklarimiz uchun emas, ayollarimiz uchun ham bu yerda hijoblar deysizlarmi, ko'ylaklar deysizlarmi, diniy liboslar hammasidan bu yerda sotuvda bor. Narxlar ham dim zo'r. Men surishtirib keldim va shu yerdan oldim. Endi Xudo xohlasa, aynan shuna borganda liboslarni kiyib, ko'rib, bir yana bir videolarni qo'yamiz. Manzilni tushundingizlar, telefon nomerlari ekranlaringizda chiqib turibdi. Murojaat etib kelaverasizlar. Videoni shu kimga ravo ko'rsangiz, kim bilan safarga borasiz kelsa, haj umra safarlarini ado etasiz kelsa, shu oraman yetib qo'ying. Ibodat amallarimizni nihoyasiga yetirib ketadan vaqtimiz ham bo'lib qoldi. Qahramonlarimiz ham yuklarni yig'nadi, avtobus bo'lsa bizani kutib turibdi. Endi Xorazmga qaytamiz. Nihoyat do'stlar, Urganch Univermakina umra safari o'z nihoyasiga yetdi va biz shu o'rinda o'z mijozlarimizni shu umra safarida ziyorat etishni sababchi bo'lganimizdan xursandmiz. To'g'rimi, Amin aka? To'g'ri. Yo'lda ta'sirotlar. Zo'r bo'ldi, ajoyib. Xudo xolasa yakunlab ketyapmiz. Qiynalmadingizmi? Yo'q, qiynalamiz yo'q. Ko'p bildiramiz bularga. Univermak narsani. Urganch Mustafa Triyonlarga va Urganch Univermakina ham rahmat, shu yerda bino shu yerda yarib o'tirgan. Vazifa bajarildi va nihoyat biz samolyotda uchib o'zimizni Xorazmga qaytaryapmiz. Osmondan yerni ko'rinishini chekislar yoqdimi? Kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Va nihoyat Urganch aeroportiga kelib qo'ndik. Hoji ota, hoji onalarimiz zamzam suvlarini olib, yuklarni qarab turibdilar. Biza bo'lsa, endilikda bu videoni yakunlaymiz. Bizlarni kutib olmoqqa, bitta xalq chiqibdi. Gap yo'q lekin.